2025-yil Global tinchlik indeksi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lgan eng tinch davlatlar. Birinchi o'rinda Islandiya. Global tinchlik indeksi bo'yicha u 1095 ball bilan eng tinch davlat hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda Irlandiya. Qashshoqlik past, ijtimoiy barqarorlik yuqori bo'lgan davlat. Uchinchi o'rinda Yangi Zelandiya. Tabiiy go'zallikdan tashqari xavfsizlik jihatdan ham yetakchidir. To'rtinchi o'rinda Avstriya. Yuqori ijtimoiy barqarorlik va zo'ravonlik darajasi past bo'lgan davlat. Beshinchi o'rinda Shveysariya. Har doim barqaror va tinch davlatlardan biri. 2025-yil Global tinchlik indeksi bo'yicha O'zbekiston esa 1926 ball bilan 67-o'rinda.